Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, o'quvchilar. Ekvivalentlar mavzusiga doir masalalar ishlashni davom etamiz. Mana ekranimizda 34,8 gram ekvivalentli metalning karbonati to'liq parchalanganda 21,6 gram metal oksidi hosil bo'lgan metalni toping. Demak, masala shartida bizga ekvivalentli metalning karbonati to'liq parchalangan deb aytyapti. Demak, biz ushbu reaksiya tenglamasini umumiy holatda ana bunday qilib yozishimiz mumkin. Reaksiya indekslari, koeffitsientlari joyida, faqat metal noma'lum. Xo'p, biz bilamizki, agar massani, berilgan modda massasini ushbu moddaning molyar massasiga bo'lib tashlasak, moli kelib chiqadi. Ekvivalentli deb berilganligi uchun biz metal karbonatning parchalanish reaksiyasini to'liq yozib oldik. Demak, metal karbonatning massasi 34,8 gram. Massasi molyar massasini esa metal plus 60 deb olaman. Metal plus 60. Ana endi bu ifoda o'z-o'zidan reaksiyaga kirishgan tuzning molini beradi, ya'ni enni beradi. Xuddi shunday metal oksidning massasi 21,6 gram. Massasi bu. Ushbu massani metal oksidining molyar massasiga bo'lib tashlasam, molyar massasiga, uni molyar massasini metal plus 16 deb belgilayman. Moli kelib chiqadi, mol. Tenglamaga qarasak, buni moli bilan buni moli reaksiyada bir xil ekan, demak teng ekan. Demak, biz mana shu ushbu ifodani bir-biriga tenglashtirib olishimiz mumkin. Va bu yerdan topadigan bo'lsak, 34 butun bu tenglamani bunisini bu yoqqa ko'paytiradigan bo'lsak, 34,8 metal plus 16 ni ko'paytiradigan bo'lsak, 556,8 barobar 21,6 metal plus 1296. Bu yerdan metal barobar 56 kelib chiqadi. Demak, bu temirning karbonati bo'lgan. Ushbu masalamizni ekvivalent bo'yicha ham ishlasak bo'lardi. Faqat endi unda tenglama qanday tuziladi? Unda tenglama ana bunday tuziladi. 34,8 taqsim E plus 30. E'tibor qarating, mana molyar massasi 60, ekvivalent massasi 30. U teng bo'ladi 21,6 taqsim E plus 16 o'rniga 8 ekvivalent massasi. Bu yerdan E barobar 28 kelib chiqadi. Ko'paytiramiz 1 ga, 2 ga ko'paytirganimizda 56 temir karbonat bo'lgan. Mana ushbu reaksiyamizda metalni valentligi ekvivalentli deb aytganligi uchun biz birinchi usulimizda reaksiyani to'liq yozib olib, reaksiyaga kirishgan tuzlarning, oksidlarning moliga asoslangan tenglamani tuzib olib ishladik. Agar bizga o'sha metal karbonatni valentligi aytilmaganda edi, unda mana bu ikkinchi usulga murojaat qilardik. Valentlik aytilmasa, o'shanday vaziyatlarda bolalar ekvivalent juda asqotadi, juda qo'l keladi. Xo'p, ikkinchi slaydimizga o'tamiz. (33,6 gram ekvivalentli metal karbonati to'liq parchalanganda metalning molyar massasidan 8 gram kam metal oksidi qoldi. Metalni toping debdi. Endi molyar massasi so'z xato ketibdi. Ana endi bu yerda ham xuddi shunday tepadagidek metalning ekvivalentli metalning karbonati parchalanganda metalni ekvivalentli oksidi va karbonat angidrid qoladi. Metal karbonatning massasi 33,6 gram. Uni xuddi yuqoridagidek, undan oldingi masalamizdek
molyar massasiga bo'lib tashlasa moli kelib chiqadi. Molyar massasi metal plus 60. Ammo bu masalamizda metal oksidining molyar massasi yo'q. Bundan oldingi masalamizda metal oksidi hosil bo'ldi deb aytgan edi. Bunda yo'q. Bunda faqat ushbu metalning molyar massasidan 8 gram kamroq bo'lgan oksid hosil bo'ldi degan. Unda metalning molyar massasini metal 8 gram kamroq bo'ladigan bo'lsa metal minus 8 deyman. Demak, hosil bo'lgan oksidning massasini metal minus 8 deb belgilab oldim. Molyar massasini esa metal plus 16 deyman. Bo'lib tashlasak, shu yerda mol kelib chiqish kerak. Xo'p, bu tenglamani ham ishlaydigan bo'lsak, yuqoridagidek, xo'p, 33,6 metal 16 ni 33 ga ko'paytirsak 537,6 barobar. Metal bilan metalni ko'paytirsak metal kvadrat. Metal bilan minus 8 ni ko'paytirsak 8 metal. Xo'p, 60 bilan metal plus 60 metal. Plus bilan minus 480. Bu yerda hammasini bir tarafga o'tkazib tashlaydigan bo'lsak metal kvadrat. Xo'p, mana bu yerda 60 minus 8 52 qoladi. Plus 52 33 6 ni o'tkazib plus 52 dan ayiradigan bo'lsak plus 18,4 metal plus ushbu 537,6 bu yoqqa o'tkazsa minus 480 ustiga qo'shilib ketar ekan. Unda minus xo'p 1017,6 barobar 0. Ana marhamat kvadrat tenglamay kelib qoldi. A son, B son, C son. Xo'p, kvadrat tenglamamiz minus B plus minus B kvadrat minus 4AC taqsim 2A barobar. Plus bilan B sonning plusi bilan formuladagi minusni beradi. Minus 18,4 plus minus ildiz tagida b ning kvadrati, ya'ni 18,4 ning kvadrati bu 338,56. Xo'p, A sonning ishorasi plus. Formuladagi minus bilan minusni beradi. Ammo C sonning ishorasi mana. C sonning ishorasi minus. Formuladagi minus bilan ikkalasi plusni berib yuboradi. Plus 4A birga teng. C esa 1017,6 ga teng. Taqsim 2A barobar 18,4 minus plus minus ildiz tagidan hisoblaydigan bo'lsak 66,4 chiqadi. Taqsim 2A, A 1 ga teng bo'lganligi uchun 2 ning o'zi. Bu ifodadan x ikki xil qiymat chiqadi. X birimiz 64, 66 4 dan 18 4 da ayirib tashlaydigan bo'lsak, xo'p 48 2 ga bo'lib tashlaydigan bo'lsak 24 magniyga to'g'ri keladi. X ikkimiz esa nima bo'lgan taqdirda minus bilan minus qo'shilib ketadi-da, minus son chiqadi. U ifoda bizni qanoatlantirmaydi. Demak, ushbu ekvivalentli metal magniy karbonat bo'lgan. Hop, keyingi slaydimizga o'tamiz. Noma'lum metal va uning oksididan iborat 808 gram aralashmani to'liq eritish uchun 80 gram 36,5% H-xlor eritmasi sarflandi. Bunda 672 litr gaz ajraldi. Metalni va aralashmadagi oksidning massasini toping debdi. Demak, bizda nima berilgan? Bizda hop noma'lum metal berilgan. Uni valentligi yo'q.
va ushbu metalning oksidi berilgan. Metal H-xlor bilan ta'sirlashib vodorod ajratibdi. Metal oksidi esa H-xlor bilan ta'sirlashsa, shu metalning xloridi va suv hosil bo'ladi. Ana taxminiy holatda, umumiy holatda shunday reaksiyalarni yozib oldik. Endi nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Mana marhamat, ushbu aralashma, bizda ushbu aralashma metal va uning oksididan iborat aralashma 808 gram. Ushbu aralashmani to'liq eritish uchun saksonning 36,5% sakson ko'paytiramiz 0,365 ga 29,2 gram. 20 sakson ko'paytirilgan 0,365 barobar 29,2 bo'lib tashlasak 36,5 ga barobar 0,8 mol yoki 0,8 ekib ishlatilgan. Nimaga ekvivalentga ketdik? Sababi reaksiyalar valenligi noma'lum bo'ladigan bo'lsa, ekvivalent qulay deb aytdim. Ekvivalent yaxshi ish beradi deb aytdim. Mana marhamat, demak bizda jami bo'lib turib 0,8 ekvivalent xlorid kislota ishlatilgan. Jami 0,8 ekvivalent bo'ladigan bo'lsa, bular ham jami 0,8 ekvivalent. Metal bilan metal oksidi ikkalasining jami ekvivalenti 0,8 ekvivalent. Undan ko'rinib turibdi 6,72 litr vodorod ajraldi. 6,72 litr. 6,72 litrni vodorodning ekvivalent hajmi 11,2 litrga bo'lib tashlaydigan bo'lsak, 0,6 ekibi vodorod ajralgan ekan. 0,6 ekibi vodorod ajralgan bo'lsa, demak metal xlorid ham 0,6 ekibi, sarflangan H-xlor ham 0,6 ekvivalent, metal ham 0,6 ekvivalent bo'lgan. Demak, dastlabki aralashmamizda 0,6 ekvivalent metal bo'lgan. Unday bo'lsa biz aytdikki, dastlabki aralashma jami 0,8 ekvivalent. Chunki unga sarflangan xlorid kislota 0,8 ekvivalent sarflangan. Demak, bemalol ishonch bilan gapirishimiz mumkin. Metal hamda metal oksiddan iborat aralashmaning ekvivalentlari ham jami 0,8 ekvivalent bo'lgan. Shundan mana vodorod orqali bildikki 0,6 ekvivalenti metal bo'lgan. Unda metal oksidiga 0,2 ekvivalent qoladi. Ana endi bundan metalning ekvivalentini topib olsak bo'ladi. Agar metalning ekvivalentini E deb belgilaydigan bo'lsak, uni ko'paytiramiz 0,6 ga 0,6 E bo'ladi plus metal oksidining ekvivalentini E plus 8 deb belgilaymanda, undan esa 0,2 ekvivalent mavjud. Demak 0,6 ekvivalent ko'paytirilgan E 0,2 ko'paytirilgan E plus 8. Ana ikkalasi 8,8 gramni berish kerak. Xo'p, qavs tortib chiqamiz. 0,6 E qo'shilgan 0,2 E plus 0,2 ni 8 ga ko'paytirsak 1,6 barobar 8,8. Ikkalasini qo'shib olsak 0,8 ekvivalent barobar 7,2. Bu yerdan E barobar 9. Demak, noma'lum metalning ekvivalenti 9 gram bo'lgan. Gram taqsim 2 bo'lgan. Uni ekvivalentligini 1 deb, 2 deb, 3 deb ko'paytirganimizda 27 chiqadi. Bu alyuminiy. Demak, dastlabki aralashmamizda alyuminiy hamda alyuminiy oksididan iborat aralashmalar bo'lgan. Bizga metalni aniqlang. Metalni aniqladik, alyuminiy ekan va aralashmadagi oksidning massasini toping. Biz aralashmada alyuminiydan alyuminiy oksididan 0,2 ekvivalent borligini bilib turibmiz. Unday bo'lsa biz alyuminiyning 1 ekvivalent massasini topib olamiz. Molar massasi 102. Ekvivalent massasini topayotganda
atomlar soni bilan valenlik ko'paytmasiga bo'linadi. 6 barobar 17 gram taqsim 2V. Bu degani alyuminiyning bir ekvivalenti 17 gram alyuminiy oksidining 17 gram keladi. 0,2 ekvivalenti qancha desak, x barobar 3,4 gram alyuminiy oksidi bo'lgan. 8,8 dan 3,4 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, 5,4 gram alyuminiy bo'lgan. 5,4 gram alyuminiy aynan 9 ga bo'lib tashlaydigan bo'lsak 0,6 ekv. 0,6 ekv alyuminiy 0,6 ekv vodorodni ajratgan. Demak, masalamiz shartlari bajarildi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.